Kislorodning kimyoviy belgisi qaysi harf bilan ifodalanadi? O. To'g'ri. Tenglaring, qaysi ichimlik qon bosimini tushirishga yordam beradi? Kofe. Kofe. Yo'q. Ko'k choy. Ko'k choy bo'lishi kerak, Ko'k choy. to'g'ri. Bularga ikkala qo'lingizni qilib turasiz. Tamam, bo'ldi. Qaysi sport turi eng qadimiy hisoblanadi? Tennis. Yo'q. Kurashmi? Kurash, to'g'ri. Bularga. Zara kompaniyasi qaysi davlatga tegishli brend hisoblanadi? Germaniya. Yo'q. Ispaniya. To'g'ri. Bularga. Eng ko'p baliq ovlanadigan okean qaysi? Tinch okean. Tinch okeani, to'g'ri. Bir narsa bekor, nima turibsiz? Ha, bularga. Tornado qaysi mamlakatda eng ko'p uchraydigan tabiiy ofat hisoblanadi? Avstraliya. Yo'q. Amerika. Qaysi Amerika? Shimoliy Amerika. Shimoliy Amerika, to'g'ri. Bularga.